Hafta davomida harorat pasayib, yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Seshanba kuni havo 37 darajagacha isiydi. Chorshanbadan esa aksariyat hududlarda momaqaldiroq bilan yomg'ir yog'adi. Harorat asta-sekin pasayib 16-21 daraja bo'ladi. O'zbekistonda haftaning ikkinchi yarmidan harorat asta-sekin pasayib yomg'ir yog'adi deya xabar bermoqda O'zgidromet agentligi. Dushanba kuni O'zbekistonning katta qismida yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarda va kunning ikkinchi yarmida Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Seshanba kuni respublika bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Ushbu kunlarda havo harorati 24-29 daraja atrofida, janubda ba'zi joylarda 32-37 daraja bo'ladi. Chorshanba respublikaning ayrim joylarida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Payshanba va juma kunlari respublikaning katta qismida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Havo harorati asta-sekin pasayadi. Respublika hududining katta qismida 16-aprelda 20-25 daraja, 17-aprelda 18-23 daraja, 18-aprelda 16-21 daraja bo'ladi. 14-dan 18-aprel kunlari respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkent shahrida dushanbaning ikkinchi yarmida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asosan 25-28 daraja bo'ladi. 16-aprelda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 23-25 daraja bo'ladi. 17-18 aprel kunlari vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat asta-sekin 17-20 daraja pasayadi deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.